parvarish etding, barglariga g'azal bitding. Gulmuncha parvarish etding, barglariga g'azal bitding. Guldastalar chizib kelay deb chamanni ichra hayollab ketding. Guldastalar chizib kelay deb chamanni ichra hayollab ketding. So'rab ko'rdim gullardan seni, barglaridagi shabnamdan seni. So'rab ko'rdim gullardan seni, barglaridagi shabnamdan seni. Keyin bilsam gullar teribsan, olqishlaylik ko'rganda meni. Keyin bilsam gullar teribsan, olqishlaylik ko'rganda meni. Yuragimni ochaymin asta, huzurimdan ketma bir pasda. Yuragimni ochaymin asta, huzurimdan ketma bir pasda. Muncha go'zal kelgan gullaring, lekin o'zing jonli guldasta. Muncha go'zal kelgan gullaring, yavrum o'zing jonli guldasta. Oy, seni o'zing jonli guldasta. Oy, yavrum o'zing jonli guldasta. Aziz vatandoshlar, muhojiratdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushevning Dunyo o'zbeklari teleloyihasi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismillah deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Biz demak Dunyo o'zbeklarining Kanadadagi shtab kvartirasiga yetib keldik. Torontodamiz. O'zbekistondan 16-17 ming kilometr uzoqlikda ekan. Men bugun Istanbuldan Torontoga uchganda 11.600 kilometr masofa ekanligini aniqladim. Toshkentdan Istanbulga 4 soat uchdik. Necha kilometr bilmadim, har qalay 1000 kilometrdan uchsa 1 soatda demak 4000-5000 kilometr atrofida bo'ladi. Yoki 3-4 kilometr, hammasini qo'shib hisoblaganda 14-15 ming kilometr ekan bor yo'g'i. Demak bir necha 10 ming yoki 100 ming kilometr deganlarimiz ancha mahobat bo'lib chiqdi. Aziz do'stlar, men demak o'zimni kabinetimdaman, o'zimni shtab kvartiramdaman. Juda ajoyib safar bo'ldi. Biz O'zbekistonga mana shu borganimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatda borligini, u kishi O'zbekistonni prezidenti ekanligini his qildik. Tushunyapsizmi meni? Halbuki men prezident Mirziyoyev prezident bo'lganidan buyon 4 marta bordim. Bu 5-marta safarim. Lekin 4 marta safarda men mamlakatda
Shavkat Mirziyoyev borligini qaysi ma'noda sezmadim? Menga bo'lgan munosabat masalasida sezmadim. Kecha esa men sezdim va juda ruhim ko'tarildi. Prezident Ismat Xushev bilan yuzma-yuzda aytilayotgan aksar gap so'zlardan, xususan 20 daqiqalik ko'rsatuvlardan xabardor ekanligini, dunyo o'zbeklarida e'lon qilinayotgan maqolalar bilan tanish ekanligini va Ismat Xushev haqida o'z fikriga ega ekanligini men bilib, his qilib qaytdim. Meni Toshkentda meni uchragan, meni huzurimga kelgan dunyo o'zbeklarining o'nlab muxlislari meni gaplarim to'g'riligiga, men ortiqcha gaplarni gapirgim kelmaydi bu yerda. Ishonch hosil qilishdi. Men mana shu borganimda jurnalist ekanligimdan va ozmi ko'pmi O'zbekistonim uchun, prezidentim uchun xorijda turib nimalardir qilganligimga va bu qilgan nimalardir oliy rahbariyatning e'tiborida ekanligidan qalbimda ajib bir faxr tuydim, iftixor tuydim. Meni tushunyapsizmi? Menga ko'rsatilgan ehtirom, e'tibor. Ehtimol yillar o'tib men o'zimni Toshkentga qilgan mana shu safarim haqida 2,5-3 yillardan keyin ehtimol yozarman. Hamma gapni o'shanda siz menga chin ma'noda havas qilasiz. Demak, biz bekorga xorijda yashamayotganimiz, bekorga ijod qilmayotganimiz, bekorga siyosiy kurashlar maydonida javlon urmayotganimiz, mamlakatda Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan ulug'vor ishlarga, inqilobiy o'zgarishlarga Kanadada turib ham bevosita daxldor bo'layotganligimiz, ta'sir ko'rsatayotganligimizga men ishonib qaytdim. Men juda ham ruhim tetik bo'lib, yangi orzu umidlar bilan, yangi kayfiyatlar bilan, yangi rejalar bilan, ijodiy rejalar bilan qaytib keldim. Lekin Ismat Xushevning bu yutuqlarini ko'rolmaydigan, hasadgo'y, ichi kir muttahamlar bor bir guruh. Ular podvalda javob berayotgan xavfsizlik xizmati generallari, sotqin va muttaham generallarning hamtovoqlari dohil gumashtalari, o'ynashlari, yugurdaklari, yaqinlari hammasi Ismat Xushev muxlislari qayerda bo'lsa, Ismat Xushev qayerda otashi nutq so'zlasa, tirolchalar orqali biri qo'shniyman deb yozadi, biri o'tko'riyman deb yozadi. Ig'vo, meni mana shu borib kelganimni ham ig'vo qilib, har xil meni muxlislarimni chalg'itishga harakat qilib, bu muxlislar sen o'ylaganchalik sodda muxlislar emas. Ey sho'rlik kimsa, men seni kimligingni, sen qaysi guruhlar manfaatini himoya qilayotganingni yaxshi bilaman. Bittasi G'afur Rahimovdan 50,000 marta, 2 marta 50,000 olsan deydi. Men ko'proq olgan edim. Kamaytirib aytma. Men 1 millionlab pul olganman. Nimaga 50,000 deb pasaytirasan meni obro'yimni? Qarang, qanchalik iflos, muttaham odamlar bor. Bir jurnalist nomi nohaq taqiqlangan, nomi nohaq botqoqqa botirilgan, Karimov zulmi tufayli, uni muttaham qizi tufayli mamlakatni tark etgan
taniqli xalqaro sport mulozimini G'afur Rahimov timsolida himoya qildik, maqolalar yozdik. Moskvadagi AIBA xalqaro konferensiyasida ishtirok etdik. Shularda hammasini o'ylab, nimaga bular buncha yaqin deb 2 marta 50 mingdan pul olgan dunyo o'zbeklari uchun debdi. Men ko'proq olganman. Kamaytirma, ko'proq ayt. Katta ham. Mana men bularni nimasiga mumkin edi sizlarga. Nima aytibdi menga? Mana Beriya Urayimov aytibdilar. Chalg'imang Ismat aka. Har bir qalangi qasangilarga javob berish shart emas deyapti. Men mana shu bugun gaplarda aytib, keyin mayli endi chalg'imaymiz, boshqa qilmaymiz, lekin qarang endi. Yana Toshkentga borib kelganimni ham Samandar Qo'qonov intervyu bermabdimiz. Aman charchadim. Samandar Qo'qonov dohil Sharof Ubaydullayev, Mamadali Mahmudov, Karim Bahriyev, boshqalar birontasi bilan intervyu qilmadim. Samandar aka intervyu bermadimiz. Bu Ismat Xushev hozir ancha ko'tarilib yuqoriga chiqib ketdi. Bu doiralardan tepaga chiqib ketdi u. Ham jurnalist sifatida. Bu Samandar aka bu donishmand odam. Men u bilan suhbat qildim, yakkama-yakka aytsam, shoirchalar bor yonida deydi. Qarang endi, shunchalik bular kuyib qoldi bular. Qarang, haq va to'g'ri so'z. Kanadada turib, nima uchun u prezidenti ishonchiga kirdi deb ig'volar tarqatilyapti. Meni mana bu dasturlarim ortiga 50 mingdan 2 marta 100 ming olgan ekanman. Kanadani haligilarini to'lashim kerak ekan. Sen Kanadani hukumatiga yoz bu gaplarni, politsiyasiga yoz. Nimaga qo'rqib o'tirasan, bitta yozasan? Fakt bo'lsa qo'lingda. Qarang endi, mana men birov bilan ishim yo'q. Men o'zimni muxlislarim bilan yonib, kuyib, mamlakatim, vatanim, prezidentimga ming rahmat, shu odam tushundi meni. Shu borganimda tushundi. Xudoga ming shukr qilaman. Hali endi ko'rasanlar. Prezidentim qanaqa himoya qilib, qanaqa maddohlik qilishimni endi men sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Uyingni kuydirib yuboraman hammangni. Sanlar qaysi muttaham bo'lsang. Bitta muttahamni mana 2 soatda aniqlab berishdi menga. Qarang. HDP raisini ustidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Bugun men ochiq aytishim kerak. Nimada aytdim Istanbulda. Bu menga bo'lgan e'tibor bu davlat oliy rahbariyatini. Qarang, men shu Toshkentga borganda rasmiylashtirdim xavfsizlik xizmati raisiga va bosh prokurorga yozgan haligi arizalarimni. Ro'mol haqida gapirdim Toshkentda turib. Prezident eshitib, qarang bo'lgan gapni. Kecha 2-apreldan boshlab Toshkent Islom akademiyasiga ro'mol bilan kelishga ruxsat berishibdi. Qoyil qolyapsizmi? Jurnalistni xorijda bo'lsa ham, Kanadada bo'lsa ham davlat rahbarini mana odilligi, mana xolisligi. Qarang. Kimga bunaqa e'tibor bor? Bular kuyib ketdi bular. O'lib qoldi bular. 50 mingdan 2 marta olman. Kamaytirma. 1 milliondan oldim 5-6 marta. Toshkentdagi kabinetda kirgani uchun davlat idorasini ishg'ol qilgani uchun haligi jinoiy ish ochibdilar Ismatning ustidanmish. Qarang muttahamni. Davlat kabinetiga kirib borib bir hafta davomida bemalol ko'rsatuv qila olasanmi ruxsat bo'lmasa? Muttaham, qarang qanchalik kuyib. Bu o'zimizni kamkasblar bular, begona emas. Yoki Xatam Ketmonov va mana shu muttahamlarni ko'mashtalari. Shu uchun ham nima aytgan, to'g'ri aytgan. Mana men agar shu gaplar rost bo'lsa, men dasturdan chiqib aytamanmi? Yo'q, men o'tib ketishga harakat qilaman agar rost bo'lsa. Kanadaga yoz deyapman. Shu uchun
nima to'g'ri aytgan, mana bu O'rayimjonmi, O'rayimov, nima Boriya O'rayimov chalg'imang deydi. Lekin men hech chalg'ib bularni haligi qilib men javob bera olmay o'tib keta olmayman-da. Shuning uchun aziz do'stlar, biz Kanadadamiz. O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlar va mening xotiralarim davom etadi. Har bir dasturda men u yoki bu voqea bois fikrlarimni aytaman. Lekin mana shu safar men O'zbekistonga borganda yana bir marta aytaman, mamlakatda prezidenti borligini. Va bu prezident dunyo o'zbeklari va xususan mana shu teledasturga e'tibor bilan qarashini men ichimdan aniq his qilib keldim. Bugun yana bir marotaba sizlar nomlaringizdan, oila a'zolarim nomidan meni tushungan, menga mehr qo'ygan 100 minglab, millionlab dunyo o'zbeklari nomidan, mana shunday odamgarchiligi uchun, mana shunday odil va adolatli rahbarligi uchun men Shavkat Miromonovichga yana bir marotaba minnatdorchilik bildiraman. Menga ko'rsatilgan e'tibor va ehtirom uchun. Buni kim qanday tushunsa shunday tushunsin. Va sizlar aziz do'stlarim, menga shu paytgacha mehr bildirdingiz, ishondingiz. Demak, biz bundan keyin ham xuddi shu yo'ldan, xuddi shu siyosatni davom ettiramiz. Vaqti keladi, men sizlarga juda ko'p nimalarni oshkor qilaman. Juda ko'p narsalarni. Lekin bizni oldimizdagi maqsad, oldimizdagi rejalar O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev siyosatini shu paytgacha himoya qilib keldik. Har qanaqangi qalang'i qasangalardan, mana bu menga qarang, haligi qilayotgan intrigalarni bittasi qo'shning deb tashlaydiki, ishonchli chiqsin deb. Mana bulardan men bir ikkita nimalarni o'qidim. Hushyor bo'lishimiz kerak. Endi bizlar juda katta pog'onaga chiqayotganimizni ko'rib, bular hujumga o'tishyapti. Bularning hammasi muttaham, ismini aniq yozolmaydigan. Mana men Ismat Xushman. Men Ismat Xushman deb maqolalar yozaman. Mana hozir 20 minutda xalq ta'limi vaziriga siz podvaldagi isyonchilar bilan teppa-teng turgan odamsiz men uchun dedim. Xalq ta'limi vaziri Shavkat Mirziyoyevning komandasining a'zosi Sherzod Shermatov, yoshgina yigit, gazetani sudga berib o'tiribdi, qarang. Sudga berish kerak. Normal bu holat. Lekin bugun emas, hozir emas. Hozir O'zbekistonda endi matbuotdan muttahamlar qamalgandan keyin endi qaddini tiklayotgan paytda bu odam shantaj va sabotajni davom ettiryapti. Prezident siyosatiga qarshi. Bu meni xulosam. Bu ministr haqida aytyapman. Qarang, gazeta o'qimay degani o'qishga tegib ketibdi. Demak, hali beri kurashlar to'xtamaskan, kurashlar yo'qolib qolmaskan. Biz yana jangovar holatga kirdik. Shu bugunoq aeroportdan keliboq. Demak, mana shunday davom etamiz, aziz do'stlarim. Xo'p, endi sizlar ham hushyor bo'linglar. Sizlar ham saflaringizdagi iflos, qitmir, muttaham aligilarga qarshi o'z fikrlaringizni aytishga o'rganing. Hamisha. Bu vazir haqidagi fikrimni davom ettirib, Murodjon Mannonov men hozir tugatgan 20 daqiqalik ko'rsatuv ostiga yozibdiki, bu shaxmat nimalarini, darslarini kiritaylik deb taklif qiluvdi. Bu Sherzod Shermatov prezidentga shu taklifni yetkazib, bu Oqdaryolik temirchi bolaning taklifi. Prezident buni qabul qilib joriy qildilar. Lekin men bugun bir narsani aytay, shaxmat haqidagi bu taklif O'zbekiston prezidentiga xalq ta'limi vazirligini taklifi deb kiritilibdi. Murodjon Mannonov qolib ketgan. Vazir rahmat deyishgan. Mana yana bitta lutuvozlik. Murodjon Mannonov aka deydi, Samarqanddagi boshqa rayonlarga bergan maktablarga bittadan dars. Mani rayonimga yo'q deydi. Qarang, ataylab buni chetlatib o'tib ketgan. O'zi taklifni u bergan. Vazir ko'tarib chopgan taklifni prezidentga, prezident qaragan, yaxshi taklif, rahmat sizga degan. U odam bir oz telefon qilish kerak edi Murodjonga. Uka, sizga rahmat.
prezident bizga rahmat dedi, biz sizga rahmat deymiz deyish kerak edi. Yo'q, holbuki birorta xatiga javob bermagan, lekin ideyani o'g'irlagan. Qoyilmisiz mana. Endi gazetani sudga beryapti. Shuning uchun bu masalaga biz qaytamiz. Biz u kishini men shaxsan juda yaxshi fikrda edim, chunki agar eslaringizda bo'lsa, shu o'qituvchilarni paxtaga jalb qilmaslik kerak, tegilmanglar, sudga murojaat qilamiz agar shunday qilsanglar degan edi. Hali paxtaga o'qituvchilar jalb qilinayotgan paytda. Men bu jasoratdan juda xursand bo'lgan edim. Shunaqa vazirlar ham bor ekan-ku deb juda quvongan edim. Lekin keyingi qilgan mana bu ishlarim meni butun hafsalamni pir qildi. Gazetani sudga berib, bu nima? Gazetani sudga berish katta problema emas, sudga beraversin mana bu davlatlarga o'xshab. Lekin hozir bermaslik kerak edi. Endi jurnalistlar qo'rqib qoladi. Endigina dadil gapda aytib kelayotgan o'zbek matbuoti hushyor tortadi ertaga mana bu sud bugun hozir mana 11 bo'ldi. Mana hozir boshlandi sud. Toshkent shahri Mirobod tumanida Zokirova boshchiligida tumanlararo fuqarolik sudida, jinoiy sud emas, fuqarolik sudida hozir mana Zokirova xonim boshladilar sudda. Shuning uchun aziz do'stlar, demak dasturimiz davom etadi. Biz siz bilan yana o'zimizni eski shtab kvartiramizdan turib gapiryapmiz. Bu yerda nima xat o'qib beraman. Assalomu alaykum Ismat aka. Men sizni ashaddiy muxlisingizman. Ko'rsatuvlaringizni qoldirmay ko'rib boraman. Hammasi xalqning ichida yillar davomida yig'ilib yotgan muammolarni olib chiqib prezidentimiz olib borayotgan ezgu ishlarga o'z hissangizni qo'shib kelyapsiz. Sizga bir necha kommentariy ham yozdim. Hali javob olganimcha yo'q. Aka, kelgusi ishlaringizda sizga omad tilab, Ohangarondan Abdurash Yo'ldoshev. Ohangarondan Abubakr Xudoyqulov bor, nima do'stim, bog'laning kishi bilan va Abdurash Yo'ldosh, mana ikkita muxlis paydo bo'ldi. Ikkinchi muxlis Ohangarondan. Katta rahmat. Inom Karomov yozadilar Qashqadaryodan. Aka, biz ham bormiz bu dunyoda muxlislaringiz safida deb. Rahmat sizga. Demak, aziz do'stlar, hozirgina bizni dasturimizga murojaat qilamiz. Hozirgina bizni dasturimiz Facebookdagi dasturimizga, demak, Alisher Tajiboyev yozadilar. Matbuotga nimaga hech kim a'zo bo'lishga xohlamaydi? Nimaga-ki u yerda Ismat aka yo'q? Hammasi lagambardorlar. Alisher Tajiboyev. Abdurazzoq Sodiqov, O'zbekistonda jurnalistlarning hayoti xavfli holatda saqlanib kelmoqda. Asadbek Hamzayev, assalomu alaykum Ismat aka. Qo'rqqan oldi mush ko'tarar degan gap bor. Eng bo'lmasa jurnalistni yoshini hurmat qilmabdi. Asadbek to'g'ri yozganlar. Bu jurnalistimiz 70dan 80ga boryapti, Mahmud Sadiy. Uni sudga berib, bu bechora kasalxonada yotibdilar hozir, mana ko'rdingizmi? Shunaqa, nima qilasiz? Mana shunaqa vazirlar borda, ukajon. Assalomu alaykum Ismat aka, yaxshimisiz? Hormang, dasturlaringizni vaqtida ko'ra olmay qolyapman. Sharofiddin Sharipov, bu meni problemam emas, ukajon. Vaqtida ko'ra olmasangiz, Alisher Tojiboyev, Ismat aka, agar iloji bo'lsa bir endi okey, almashtiramiz. Hasan Yo'ldoshev, gazetalar qo'lma-qo'l bo'lishi kerak, jurnalistlarga imkon berish shart. Davlatni dunyoga tanitayotgan jurnalistlar-ku. Rahmat. Asilbek Tog'asharov, assalomu alaykum Ismat aka. Yaxshi yetib bordingizmi? Yaxshi yetib kelganimni ko'rib turibsan-ku, ukajon. Ahmed Karimov, Sherzodni kelgan demak, Sherzod Ahmed Karimov
nimani ministr haqida fikr aytyaptilar. Abdurashid Yo'ldoshev, salom Ismat aka, demokrat so'zlaringizga qoyil qolmasdan iloji yo'q. Ijodingizni yanada omad tilayman. Tak. Farruh Yusupov yozadi. Bu ministr Mininfokomda vazir bo'lgan. Hech qanaqa professional tajribasi yo'q. Prezident tayinlagan. Albatta prezident tayinlaydi. Prezidentga yaqin odam. Endi albatta agar prezidentga yaqinligini haligi qilib, shu jurnalistlarni sudga berib qo'rqitayotgan bo'lsa, prezident o'zini uzoqlashtiradi bu kishidan. Men prezidentni yaxshi bilaman. Prezident hammani o'ziga yaqinlashtiradi, lekin ishonchini oqlasa, yaqinlashtiraveradi. Agar ishonchini oqlamasa, uzoqlashtiradi. Men buni vazirga aytmoqchiman. Prezidentning ishonchini uni men ham bilaman, prezident u kishini hurmat qilishini. Lekin prezidentning ishonchini suiiste'mol qilmaslik kerak. Javohir Elomonov yozadilar. Yaxshi yetib keldingizmi? Akrom Islomov, siz haqsiz. Rustam Ikromov, savol bering Rustamjon, gapni aylantirmay, ko'paytirmay. Abdurazzoq Sodiqov, assalomu alaykum Ismat aka, hormang, charchamang. Hasan Yo'ldoshev, Eldor Ro'ziyev, Shavkat Qo'ldoshev, ustoz charchamang. Sharofiddin Sharipov, sizni xizmatlaringiz evaziga matbuot uyg'onadi. Abror Mavlonov, sizga gap yo'q. Javohir Elomonov, Murodjon Mannonov, Fattoh Abdurahmonov, Hasan Yo'ldoshev, vazirni ishdan olish kerak. Gazetalarda juda kam odamlar o'qiydi, bir vazir emas. Abdurashid Yo'ldoshev, Torontoga eson-omon yetib borganingizdan xursandman. Komiljon G'aybullayev ham xuddi shunday. Farhod Ahmedov ham, Ahmed Karimov ham, Murodjon Mannonov. Ismat aka, Sherzod Shermatov, hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatga mutlaqo noloyiq. Sababi men tomonimdan yozilgan xatlarga javob bermagan. Xatimning mazmuni shaxmat o'yinini o'zim yashab turgan hududda tashkil qilib bermadi va xatlarimga javob bermadi. Ismat aka, sizning xabaringiz bor, men shaxmat o'yini haqida bergan takliflarim prezident tomonidan inobatga olinganini. Bu takliflarni prezident inobatga oldi. Bu takliflar lekin xalq ta'limi vazirining nomidan ketgan shekilli, yana ham aniqlash kerak. Murodjon Mannonov qolib ketdi bir chetga. Faxriddin Isoqov, juda to'g'ri gap aytdingiz. Podvalga. Bahodir Suyarov, Ismat aka, jurnalistlar hali ham juda passiv, haqiqatni aytishga, yozishga qo'rqishadi. Qo'rqadi ukajon, bu vazir ularni sudga bersa, boshqa jurnalistlar keyin yozmay qo'yadi. Men shu uchun kuyib, yonib boya gapirdim. Bu vazir bu ishni qilmaslik kerak edi hozir. Juda ham qattiq xato qildi bu kishi. Jurnalistlar endi qo'rquvni yo'qotib bir yozishga haligi vaziyat yetilgan paytda bu juda katta o'dar bo'ldi. Demokratiyaga qarshi o'dar bo'ldi. Garri Rahimyan yozadilar. Navruz bayrami o'tkazish uchun har bir o'qituvchidan 50 mingdan yig'ib olgan vazirning shantaj va sabotaji emasmi? Garri Rahimyanning gapiga agar kim qo'shilsa, kimda kim 50 mingdan Navruz uchun yiqqan bo'lsa, menga fakt beringlar. Bu vazirni biz yaxshilab haliga qilaylik, o'rganaylik. To'ra Mirzo, To'ra Mirzo akamizni she'rlari bor ekan. Otabek Toshev, O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari jonlanayotgani sezilyapti. Bunda Ismat Xushning ham hissasi bor. Akrom Islomov, ofarin Ismat aka, mana bu chiqishingiz butun O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalariga turtki bo'lsa ne ajab. Akrom Islomov, mani yaxshi gaplarimni o'rganib olibsiz. Ne ajab. Rahmat sizga. Rahmat Akromjon. Rahmat Otabek. Ravshan Tursun Xo'ja, assalomu alaykum Ismat aka. Sizning jasoratingiz va haqqi jurnalist ekanligingiz quvontiradi.
Alloh sizni xolis xizmatlaringizni yuqori taqdirlasin va balo qazolardan saqlasin. Rahmat sizga. Ravshan Tursunxo'ja o'g'liga ham rahmat aytamiz. Muhammad Amin Abdulazizov, assalomu alaykum. Ezgulik, xolislik va saxovat borasidagi odilona ishlaringizga yaratgan egam barokatlar yog'dirsin. Hamjihatlik ravnaq topsin. Rahmat Muhammad Amin Abdulazizov. Alisher Tojiboyev, Ismat aka, keyin ro'molni hammasi yaxshi bo'ladi ukajon. Unaqa gapni aylantirmang, ko'paytirmang. Salohiddin Inomov, Alloh rozi bo'lsin. Juda xursand qildingiz. Prezidentimizni ham umrlari uzoq bo'lsin. Abduqodir Sattorov, rahmat sizga xayrli ishlaringiz uchun. Bahonada yangi kanal bilan tanishib oldik. Bu kishi nima, men bugun Istanbulda edim. Bugun Istanbulda men Registon madaniy, ma'rifiy va islomiy telekanal qarorgohiga borib, ular bilan suhbatlashdim. Juda yaxshi ishlarni amalga oshirayotgan ekan ular. Shu haqda yozyaptilar, shu dasturimiz haqida. Mirza Anvar Abdullayev, assalomu alaykum. Mening bir savolim bor. Registon nomi ushbu telekanalga juda mos tanlanganligini ta'kidlagan holda ushbu atamaning tub ma'nosini ham bilmoqchi edim. Registon so'zidagi asosiy o'zak qismi rek so'zi nima ma'noni bildiradi? Bilmadim endi. Uni o'shalardan so'raymiz birgalashib. Mirza Anvar aka. Hasan Yo'ldoshev, bormisizlar deydi, hayqirib, hayrat bilan. Ilhom Umarov 23 minut. Rustam G'oziyev, salom hammaga. Olimjon To'xtanazarov bizni dasturlarimizni ko'rishga qo'shildilar safimizga. Dodo Nado aytadilar. Hijobdagi qizlarni Islom universitetidan haydalganini ham aytib o'tinglar. Kecha Moskvadan prezidentga ishonib kelgan bola aeroportda qamoqqa olindi. Kim, qayerda, kim ismi familiyasi? Nega bu haqda hech kim bilmaydi? Hijobdagi qizlarni Islom universitetidan haydalgani masalasini ham mana biz ro'mol masalasini ko'tardik. Shaxsan men ro'mol haqida Toshkentda o'sha bizning shtab kvartiramiz, o'sha kabinet, bir ba'zi muttahamlar, ba'zi bir haligi o'sha kabinetlarni ham ko'ra olmay haligi qilgan muttahamlarni aytyapman. Meni kabinetim bor, nima Toshkentda. Meni shtab kvartiram bor. Ana o'sha shtab kvartiradan biz nima qildik? Ko'rsatuvda ro'mol haqida men o'z fikrimni aytdim. Sud qarori noto'g'ri deb. Prezident ko'rib, mana sizga odil prezident. Hamma vaziyatdan, mamlakatdagi hamma holatlardan u kishi xabardor bo'la olmaydi, chunki u kishining komandasi bor. O'zini komandasi mamlakatni boshqaradi prezident nomidan. Mana bu masalani ko'ribdilar, o'qib eshitibdilar. Men sizlarga aytyapman. Mirziyoyevda qanaqa prezidentligini hali ham yaxshi tushunmagan va ana bu muttaham hali ig'vo qilib yuruvchi odamlarni umuman yo'qoting bu safdan. Bundan keyin ularda biror gapi o'qib ham berilmaydi, aytilmaydi. Bu to'g'ri yozgan mana bu ukamiz O'rayimov degani. Shu o'qib beradi deb ular haliga qilyapti-da. Ana shu prezidentimizga qoyil qolasizlar mana. Bir og'iz chiqishimizdan keyin Islom akademiyasiga 2-apreldan boshlab buyruq tarqatilibdi. Ro'mol bilan kelish mumkin deb. Qoyil qolasizmi? Mana jurnalist, mana jurnalistika, mana matbuot. Butun dunyo o'zbeklari, namozxonlar, mu'min va muslimalar hammasi prezidentni duo qilib yuribdilar. Biz jurnalistlarning vazifamiz buni prezidentga yetkazdik. Bu ijobiy ish uchun men ham boshimni yegib prezidentimga ta'zim qilaman. Menga bugun kecha Istanbulda minglab odamlar, butun dunyo musulmonlari menga chiqib baraka topsin prezident Ismat aka deb haliga qilishyapti. Men ham bugun yana bir marta prezidentimga ta'zim qilaman. Qarang. Sud qaror qabul qildi. Noto'g'ri, hamma narsa noto'g'ri qabul qilganini aytuvdik. E'tibor qilmasa bo'lardi Shavkat aka. Demak, Shavkat akaning xabari yo'q. Ko'ryapsizmi? Prezident agar o'zi topshiriq berganda edi, bugun buni hech qachon qaytarmasdi. Demak, prezident bu topshiriqni bermagan. Qoyilmisiz mana?
Esingizda bo'lsa, bir paytlar Shavkat Mirziyoyevning bir nutqini sarlavasi shunaqa edi. Qizlarni ro'molni yechishdan boshqa ishing yo'qmi sani deb. Ko'ryapsizmi? Mana shu gaplarni va umuman o'zimni prezidentga u kishini o'rganib aytuvdim, mana prezident haqiqatan ham o'sha gapida turar ekan, mana hech qanaqangi bu yerda. Endi albatta u kishi jazolaydi bu ishni qilgan o'rtoqlarni boshqa, lekin islomga normal ko'z bilan qaraydigan odamlar bo'lish kerak prezident atrofida va shu sohani haligi qiluvchilar orasida. Shuning uchun men yana bir bora musulmonlarimizni, muslim va muslimalarimizni islom qadriyatlarini o'z qalbida e'zozlab yurgan barcha vatandoshlarimizni yana bir bora tabriklayman va hammamiz nomimizdan bu minnatdorchilikni prezidentga bildirishimiz kerak. Biz jurnalistlarning vazifamiz u yoki bu muammolarni prezidentga yetkazish. Lekin qarorni Shavkat Mirziyoyev qabul qilgan, shu uchun biz hammamiz u kishiga minnatdorchilik bildirishimiz kerak. Dodo Nadoni fikrini ham men yana bir marotaba haligi qilaman, o'sha hijob masalasida haydalganlar masalasi qayta ko'rib chiqilishi kerak. Raz ro'mol bilan ruxsat berildimi, demak hijob bilan kelganlarga ham masalasini qayta ko'rish kerak rektorat. Islom akademiyasi rahbarlariga men murojaat qilyapman. Aeroportdagi qamalgan odam jinoyati bo'lmasa chiqadi, xavotir olmang, vahima qilmang. Tergovlar, xavfsizlik idoralari shug'ullanadi, o'rganadi va qo'yib yuborishadi. Hech uni problemasi yo'q, xavotir olmang. Va vahima ham qilishga o'rin yo'q. Otabek Toshev yozadi, Ismat Xushov juda to'g'ri aytdi. Tinchlikni orqa qilib 100 mingga yaqin musulmonlar hibsga olindi. Axir o'zbeklar bag'ri keng, tinchlikparvar xalqdir. Barqarorlik, xavfsizlikni bahona qilib qabriston tinchligini yaratish insofsizlikdir. Bunga ehtiyoj ham yo'q. Abdurazzoq Sodiqov, Ismat aka omad tilayman. Xudo o'zi qo'llasin. Sherzod Murodov, yashang, yashang, bosing, bosing. Bosing deydi 3 marta. Demak, padvalgani haligi qilyapti bular. Alisher Asilbek Tog'asharov, gap yo'q ko'rsatuvlaringizga. Xolida Bahodirovna juda yaxshi chiqibdi Ismat aka. Xolida singlimizni bilasizlar. Oldin Rossiyada edi, hozir Turkiyada. Muhammad Mahmud degan kishimiz ham videolarni e'lon qila boshlabdi. Aziz do'stlar, men safardan kelib ba'zi e'tirozlarimni sizga aytay. Birinchidan, biz hali ham 7 minglik marrani egallamaymiz. 6,5 mingdan endi oshimiz. YouTube'dagi telekanalga obuna bo'lish kerak. Keyin nimaga faqat Murodjon Mannonov bizni teledasturlarimizni butun dunyoga yoyadi? Nega boshqalar? Abror Mavlonov, Rustam Ikromov, Abu Bakr Xudoyqulov, Xorazmlik Yoshulli Karimov janoblari, boshqa bizni Otabek va boshqa muxlislar, ular butun yer yuziga yoyilib ketgan. Sizlar agar mana shu dasturlarimizni juda ko'p keng front bo'ylab minbarimizni 100 minglab, millionlab kishilar safimizda bo'lishini istasanglar, men bu yerda familiyalarini hammasini o'qib berib o'tirmayman, hammalaringizga taalluqli bo'lgan. Butun ijtimoiy tarmoqlarni biz qo'lga olishimiz kerak, egallab olishimiz kerak. Ana o mashinlik muttahamlarni vaqti siqib chiqarib yuborish kerak ularni. Joy topolmay qolish kerak ular. O'rin bo'lmasligi kerak. Bu dunyoda mamlakatning taqdiri hal bo'layotgan paytda, yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi kurash eng avj pallaga chiqqan paytda ularni bu bizning minbarimiz atrofida o'ralashib yurishi. Biz juda ulug'vor nimalarni ko'zlaganmiz. Ana Michta Tvaya degan bir nom ostida bir go'zal singlimiz bizga yaxshi narsalar, mujdalar berib munosabat bildirib turadi. Shu singlim kecha menga yozgan bir xatida Abdulla Oripovdan juda yaxshi she'rni keltiribdi. Arslon chorlaganda qoshiga bizni qurt qumisqalar hamroh bo'ldi degan Abdulla akani
juda yaxshi bir she'ri bor. Men hali uni topib o'qib beraman sizlarga. Arslonni qoshiga borayotgan, borishdik muqaddas yo'lga chiqqan odamlarning yoniga o'ziga mos arslonni yonida arslon sherday odamlar hamroh bo'lishga, qurt qumursqa, qalangi qasangi, sichqonlar, mushuklar emas. Ular bizda atrofimizda o'ralashmasin, ularni hammasini yo'q qilish kerak. Ular biza arslon bo'lsak, ular mushuklar, ular sichqonlar, ko'rshapalak ular. Ular bizga mos kelmaydi, to'g'ri kelmaydi. Bosib yanchib ularni vafshiya qilishmas kerak. Qarang ig'vogarlarni, men sizga gaplarini aytib berdim. Eslab o'sha gaplarini kulgim keladi. Shuning uchun aziz do'stlar, davom etamiz. Demak, biz endi mana biz keldik. Hali men dam olganim yo'q. Aeroportdan kela solib, bola chaqamni bir bag'rimga bosdim u birdan nimaga tushdim? Ijodxonamga chiqdim. Shuning uchun nimaga tushdim deganim, haligi ijod nimasiga tushdim. Kayfiyatiga tushdim va ijodxonamga chiqdim. Shuning uchun siz mani to'g'ri tushunib, bizda safimizga endi qalangi qasangillarda hammasini yo'qotadigan, bizni yo'limizda aytdim sizlarga. Bu yo'limizda prezident to'g'ri tushundi va bizga ishonch bildirdi. Mana shunaqa desam bugun to'g'riroq bo'ladi. Hali juda katta vazifalar bor oldimizda. Bu vazifalar mana shu mashinniklarni, mana shu qurt qumursqalar bilan birga mamlakat prezident va davlat hukumatimiz olib borayotgan siyosatga g'ov bo'layotganlarni. Ularda ham, bu yoqdagi xorijdagisini ham, bu yoqda ham g'ov muttahamlar ko'p, u yoq ichkarida ham, tashqarida ham. Lekin ko'pchilik xalq prezidentni qo'llab-quvvatlayapti. Mana hozir men tilga olgan ikkita voqea. O'zi ro'molli ruxsat berish va yana bizda boshqa yozgan nimalarimiz, boringki o'sha jinoiy ish qo'zg'atilishi. Bu juda katta bizga ishonch. Bu nafaqat bizga, bu umuman prezidentni liniyasi bitta ekanligidan, adolat va diyonat tamoyilini ushlaganidan Shavkat aka. Buni himoya qilmasak, boshqa qora kuchlar u kishini asabini buzib bu yo'ldan chalg'itishi mumkin. Mana tushunyapsizlarmi bizning vazifamiz nimadan iborat? Ana shu uchun aziz do'stlarim, bir tanu bir jon bo'lib o'sha siyosatni davom ettiramiz. Demak, men yana bir bor iltimos qilardim, aziz do'stlar. YouTube'dagi telekanal 7000 dan oshib 8000 ga, 9000, 10000 ga biz boramiz, lekin men safarda bo'lgan paytim ancha temp pasaygan. O'sha tempni yetkazib olishimiz kerak. Hammani YouTube'dagi telekanalga obuna bo'lishga. Telegramdagi telekanalimiz bor, unga ham e'tibor qilishlaringizni. Facebook'dagi sahifalarimizga va bitta iltimos, mana hozir o'ng tarafda hamma fikr yozyapti. Hech qachon tomosha qilib chiqib ketmang. Albatta fikr deb qoldiring. Shunda bizning saflarimiz mustahkam bo'ladi. Shunda bizning fikr bildirayotgan o'rtoqlarda aqli, quvvai hofizasi, aqli farosati qay darajada yuqori ekanligini butun dunyo o'zbeklari, O'zbekiston oliy rahbariyati dohil hamma o'qib, ko'rib xulosa qiladi. Aziz do'stlar, hali sizga aytmoqchi bo'lgan gaplarim juda ko'p. Biz ro'parasa 45 minut bo'ldi, boya 20 minut gapirdik. Endi menga ruxsat bersangiz, men oilam va bola chaqalarim diydoriga to'ysam, ular bilan suhbatlashib, demak, biz yana Kanadadamiz, biz yana Torontoga keldik, o'zimizning shtab kvartiramizga keldik. O'zbekistonda esa mana bugundan boshlandi to'palan yana kurashchan holatga kirdik va bu yo'ldan biz hech qachon qaytmaymiz. Demak, aziz do'stlarim, men hammalaringizni ko'rib turganimdan xursandman. Yozing, obuna bo'ling. Ishonch ko'priklari mustahkamlanaversin. Bir-birimizga mehr va muhabbat ko'priklari bilan bog'lanib, mustahkam qilib saflarimizni O'zbekiston sari ko'z tikkanmiz va O'zbekiston sari oydin bir nurafshon yo'lga chiqamiz. Hammamiz. Butun dunyo o'zbeklari uchun vatan darvozalari sekin-asta ochilajak. Ayniqsa o'tgan davrda qatag'oni bois, soqol qo'ygani uchun, namoz o'qigani uchun tutday to'kilgan
hech yo'q joydan 159 bo'yniga qo'yilib qamab yuborilgan yoki xorijga qochirilgan 100 minglab, ehtimol millionlab muslim va muslimalar o'z vataniga qaytishi kerak. Biz bu haqda alohida dasturlar qilamiz. O'zbekistonni prezidentimizni bugungi siyosati nafaqat boshqa sohalarni, xuddi men aytgan sohalarni ham sekin asta qamrab olyapti. Hali sizga aytadigan gaplarim juda ko'p. O'zbekistondan men juda katta informatsiya va juda katta baland ruh bilan, juda katta orzu umidlar bilan qaytdim. Sekin asta biz bularni hammasini birgalashib muhokama qilamiz. Aytadigan gaplarimiz juda ko'p. Ayni paytda mamlakatda sodir bo'layotgan barcha illatlarga qarshi oldingiday shafqatsiz suratda kurashda davom etacakmiz. Biz baxtiyor bo'lgaymiz, xo'p, bizni zafar quchajak, tepamizda charx aylanib qaldirg'ochlar uchajak. Aziz vatandoshlar, navbatdagi dasturlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.